Assalamu alaykum. Qanday yaxshimi? Alloh salomat bo'lsin inshaalloh. Men bugun Uyg'ur cevizli ekmek, ya'ni bizning oldimizdan yangiqdan qilmoqchi. Oldi bilan ya'ni men bayat Uyg'urlar yo'q bo'lganlik uchun o'zim qilaman. Oldi bilan men 2 ta tuxumimni qo'ydim. Andan keyin mana yarım stakan su istakanda süt, illiq süt bo'lishi kerak. Cho'qim men istab oldim sütümni. Andan keyin mushiningda ya'ni 3,5 stakan un olaman. Oldi bilan illiq sütimizni qo'yib bo'ldik, yarım su barda. Andan keyin mana sütimizni qo'yib bo'ldik. Hamda biz mana yarım choy stakandan azroq oz, ya'ni 5 tomoq qoshiq desam bo'ldi. 6 tomoq qoshiq atrofida yig'im bor. Andan keyin tuzum 1 choy qoshiqi, hattoki 1,5 choy qoshiq desam bo'ldi. Tuzum bor. Kuru mayadan 2 choy qoshiqi. Choy biz normal turklarning choy qoshiqi bor, shuni 2 choy qoshiq ishlatdim. Mana 2 choy qoshiq keladi shu. Jiq ishlatmaymiz chunki buni ko'p demaymiz. Endi bayam deganimdek, mush su istakanda 3 stakan un olaman. Mani ko'ringanlik 3 su barda un oldim. Endi buni tokka chetib mag'uzaman. Xamir yapma programmamiz 15'ti. 8 minut yaptım. Men yana ham burunqidek 30 minut qo'dillayman. Chunki xamirni yaxshi ishlasin deb. Xamirimni yoğurup yerimga kelgan chog'da echib qolayman. Xamir roz yo'g'rilay deb qolgan vaqtda undan keyin yanqimizni to'kamiz. Mana xamirimizning 13 minutlik vaqti qolibdi. Mana shunchalik bo'lgan vaqtda men yanqimni aralashtirib o'tdim. Yanqni men to'g'rab oldim, kichikroq qilib, bek cho'ng qilmadim. O'shalarda yanq bilan birga aralashib. Mana xamirimiz to'xtab bo'ldi. Endi men to'qni ilib etib. Mana bu holatda xamir bo'ldi. Buni men bu desimga ilib yarım saat atrofida tindiraman. Bo'ldirmaymiz, faqat beklasak bo'ldi, mayalanmasin, saqlamasak bo'ldi. Saqlamaymiz, ya'ni mayalanmasin bo'ldi, averdi. Mana bu holatda men og'zini yetib bir yarım saat qo'yib qo'yaman. Yarım saat bekleteceğim. Mana bu bizning xabarimiz tinib bo'ldi. Hadi biz bunu yerga olay. Bana bu holatda qilib oldim. Endi men buni mana shaptondan cho'nqida qilib oldim. To'qqizta hatta 10 ta desam bo'ldi. Ba'zisidan sal chiqarib qilsam, bu holatda bir zo'r qilib shunda tayyor qilib olaman. Mana bu holatda hammasini uzunlik qilamiz demdi o'qmush holatda. Mana bu holatda ko'ringanidek men hammani uzunlik qilib oldim. Endi buni bir tarafga tortib turib, men taxtamni olaman.
yumaloq holatga kelsak bo'ldi. Mana ko'rganlaridek mush holatga, yumaloq holatga kelib oldim. Buni men ham o'xshash yumaloq holatga kelamiz. Mana hammani mush holatda qilib olamiz. Mana mush holatda men 6 tal tizib oldim. Endi buning ustiga sut surkayman. Şöyle yeterlik. Şimdi ben önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 minut pişirme. Aldın istibasanı bek yaxşı pişirdi. Çoxum aldın istiba. Her qandaq net pişirə vaxt aldın istibasaq yaxşı. Ben bunu aldın istibagan 200 derece fırında 25 minut pişirip alıma. Mana köygünanlardayıq. Bizden yanaqlarımız pişti. Biraz soğusun, içine köküstüp koyayım. Bana bizden nallarımız mı pişip çıktı köygünanlardayıq. Şuralar. Diyemizdik. Nallarımız pişip çıktı.